Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xolitek. Hozir sizlar bilan birgalikda birgina telefon orqali oyiga $1000 pul topish mumkin bo'lgan ajoyib bitta nisha haqida gaplashamiz. Yo'nalish juda ham oson, hamma qilishi mumkin va hech qanaqa ortiqcha to'lovlar yoki boshqa narsa talab qilinmaydi. Demak, diqqat bilan ko'ramiz. Xo'p, birinchi navbatda aytib qo'yaman, mana bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ying va kommentariyada o'zingizda keyingi nisha qanaqa yo'nalishlar haqida video chiqarish xohlaysiz yozib qoldiring. Albatta bu bizga muhim. Xo'p, men bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan nisham Talking Angela nishasi bo'ladi. Men bu haqida 3 yil oldin ham bu yo'nalish haqida video qilganman va yana o'sha narsani qilyapman. Sababi nima? Haligacha o'lmasdan, haligacha trendda bo'lib kelayotgan ajoyib bitta yo'nalishlardan biri hisoblanadi va juda ham oddiy boshlovchilar uchun. Xo'p, kelinglar. Birinchi o'rinda men bu Talking Angela yo'nalishida asosiy kanalda 13 milliondan oshiq obunachisi bor va 600 dan oshiq video qo'ygan va mana shu asosiy kanal hisoblanadi. Lekin bu o'sha kompaniyaning o'zining kanali. Endi bizga o'xshagan insonlar tomonidan ochilgan kanallarni ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Angela Party kanali ko'rishingiz mumkin. 129 mingdan oshiq obunachisi bor. 1200 dan oshiq video qo'ygan va videolarning prosmotrlari zo'r. Mana 21 soatda 3000 ta yaxshi ko'rilyapti va umuman olganda eng ko'p prosmotrga o'tadigan bo'lsak 2-3 millionga yaqin prosmotr olgan. Va o'sha to'xtovsiz harakat qilib kelishyapti va Normalniy kanal va yana bitta kanal Funny Cat kanali 852 ta video qo'ygan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, videolar soni 1200 ta, 852 ta va prosmotrlari yaxshi. Mana 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta, 4000 ta, 5000 ta va juda ham zo'r. Va keyingi kanal Chocobase kanali 579 mingdan oshiq obunachisi bor, 2000 dan oshiq video qo'ygan va o'zingizlar kirib mana shu kanallarni analiz qilsangiz bo'ladi. Keyin Ilma Rani kanali ko'rishingiz mumkin. Mana 3 kunda 11 ming ta, 2 haftada 2000 ta mana zo'r prosmotrlar va yana bitta kanal Chocobite kanali. Mana xuddi bu ko'rsatayotgan bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta kanal ham mana shu nisha bo'yicha faoliyat olib boradi va oyiga kamida $1000 pul ishlab topsa bo'ladi. Mana shunaqa videolar qilib. Kelinglar endi videoni bitta ko'ramiz. Mana misol uchun oxirgi qo'yilgan video. Ko'rishingiz mumkin, video oddiy Talking Angela o'yini bor telefonda, Play Marketga yoki iOSga yozadigan bo'lsangiz, o'sha o'yinni ikkita qilib o'ynashgan. Men hozir sizga mana o'ynaganimni ochib ko'rsataman. Mana shunaqa o'yinni ochib ekran zapis qilib olgan xolos. Mana kiyintirgan, ovqatlantirgan, yedirgan, shunaqa qilib bir o'yinni shunchaki bir 10 minut o'ynaysizlar. 2 marta bo'ldi. Ekran zapis qilasizlar, mana o'rtadan bo'lingan, bu yoqqa bitta bo'lak, bu yoqqa boshqasi. Ikkalasi parallel ketyapti. Hech qanaqa bir qiyin montaj turi emas, bo'ldi. Va eng asosiysi bu yerda qilinayotgan narsa o'sha trenddagi bo'layotgan nom, video nomi va video ustidagi preview. Kelinglar, hozir sizlar bilan birgalikda buni montajni o'rganishdan oldin buni mana bu BlackBerry dastur orqali ayrim o'sha statistikalarni ko'rsatib o'taman. Kelinglar, mana bu joydagi statistikalarga e'tibor beramiz. Xo'p, bu joyda men sizlarni diqqat e'tiboringlarni tortmoqchiman. Mana bu kalit so'zlar, qanaqa kalit so'zlar orqali bu videolar ko'rilayotgani va top kanallarning prosmotrlari mana 5 million, Enicat 1 million 800, bu shu 28 kunda. Mana bu yerda boshqa kanallarni ham, qaysi kanallar qanaqa prosmotr olayotganini ko'rib tursa bo'ladi va eng asosiysi mana bu joy. 50% deyarli Amerikadan ko'rilyapti mana shu videolar. Ya'ni bu RPMni yuqoriligini isboti sifatida sizlarga ko'rsatishim mumkin. Va umumiy hisobda o'sha oxirgi oy ichida 559 ta video qo'yilgan. Mana shu nisha bo'yicha. Umumiy olganda bu nisha bo'yicha 223 ta kanal bor ekan. Butun mana shu YouTube kanalda va umumiy auditoriya 3 million 480 mingdan oshiq inson mana shu videolarni ko'rar ekan. Bu degani 3 million aktiv auditoriyangiz bor va 223 ta shunaqa yo'nalishda kanallar bor va 560 ta video qo'yilgan oxirgi haftada va mana bu qidiruv sistemasidagi so'zlar. Bo'ldi. Bu o'sha kanal ochib yuritishingiz uchun yetarlicha, misol uchun ma'lumotlarni berib o'tdim. Ya'ni 3 milliondan oshiq auditoriyasi bor va mana shu nisha. Endi buni montajini ozgina ko'rib chiqamiz. CapCut'ni ochamiz. Men o'sha ekran zapis qilib olasizlar. Misol uchun bu o'yinni tekin, hech qanaqa pulli emas. Oddiy CapCut'ga tashab, mana misol uchun mana tashlaysizlar. Tashlagandan keyin
Bu yerda birinchi navbatda katta nima tashlab olasizlar. Tagiga biror bir 1080 ga 1080 shablon tashlab olasizlar. Kelinglar, mana bu banner shablonni tashlab olaman. Mana 1080 ga 1080 va ustiga mana buni qo'yib olasizlar. Keyin buni bunday keraksiz joyini kesib, boshlanganidan mana judayam oddiy montaj. Mana keyin buni kattaroq qilib bu yoq chekkaga keyin bitta kopiya qilib olasizlar-da. Endi sizlar ikkalasini ham yangidan yozganinglar ma'qul. Men kopiya qilib ko'rsataman. Menda bitta zapis bo'lgani uchun mana yarmiga buni qo'yasizlar. Yarmiga buni qo'yasizlar. Misol kattaroq qilib oling. Mana. Bo'ldi. Mana oddiy montaj. Mana. Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Mana bu orqa joyini kesib tashlaysizlar-da. Shuni saqlanib qilib eksport qilasizlar, saqlanib qilib yuklayverasizlar. Endi previewga keladigan bo'lsak, previewlarni ko'rasizlar, sun'iy intellektda qilingan. Juda ham misol uchun buni qilish oddiy. Men ko'rsatib o'taman. Buni screenshot qilib olasizlar. Misol uchun mana shu preview sizga kerak. Shundoq screenshot qilib olasiz. Kopiya qilib va botga kirib turib, ChatGPT ga prosta o'shani tashab, rasmni tashab bunaqa rasm tayyorlash uchun prompt yozib ber. Mukammal qilib deb shundoq buyruq qilib beradigan bo'lsangiz, ChatGPT sizga mana shu previewga prompt yozib beradi. Ehtiyot bo'lasizlar, buni olib ishlatish mumkin emas. Kimnikidir jalba kelishi mumkin. Mana bizda prompt tayyor. Shundoq kopiyalab olamiz. Kopyalab olgandan keyin bizga navbatdagi sun'iy intellekt ideogram kerak bo'ladi. Endi sizlarda bunaqa sun'iy intellektlardan ishlanish va umuman olganda boshqa YouTube nishalar to'g'risida ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bular to'g'risida, qanaqa qilib ishlash to'g'risida barcha o'sha darsliklarimiz hammasi bor. Xo'p, kelinglar, hozir juda ham tez buni render qilib beradi. Ideogram rasm tayyorlab beryapti. Bizga preview to'g'ridan-to'g'ri olib ishlatamiz. Mana tayyor. Ko'ryapsizmi? Olasiz, ishlatasiz. Sketchat qilib. Bo'ldi. Bu sizniki preview va video ham sizniki. Bo'ldi. Hech qanaqa bu yerda g'alaba bo'lishi mumkin emas. Kanal ochdingiz, yukladingiz va mana ko'ryapsiz, to'xtovsiz. Mana diqqat e'tibor beringlar. 1200 ta videogacha umuman to'xtov yo'q mana. Bu yerda 852 ta video umuman to'xtov yo'q. 2100 ta video. Bu yerda 2600 ta video. Mana bu yerda bo'lsa 1200 ta video. Ko'rasizlar, har bitta kanalda 1000 tadan oshiq videogacha to'xtovsiz harakat qilishgan. Siz ham mana shunaqa sermahsul ishlab kanallaringizda oyiga bemalol $1000 baland pul ishlab yursangiz, kamida mana shu kanallar oyiga $1000 pul ishlab beryapti o'z egasiga. Xo'p, sizlar bilan qo'li tech bo'ldi. Bitta ajoyib nishonni 0 dan 100 gacha ko'rib chiqdik va yana bitta narsani sizlarga ko'rsatib o'taman. Agar siz YouTube dan daromad topishga qiziqadigan bo'lsangiz, menga misol uchun qo'li tech bot degan Telegram botimiz bor. Mana bu QR kodni skaner qiladigan bo'lsanglar, menga yozsanglar bo'ladi. Bemalol sizga mana shu yo'nalishda kanal ochib berish yoki shu yo'nalishdan boshqa yo'nalishlarni o'rgatib berishda ustozlik qilishingiz mumkin. Bemalol mana shu Telegramni skaner qilib oling va menga yozing. Hammasi haqida gaplashamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.